Hammaga assalomu alaykum aziz do'stlar, sizlar bilan men Jasurbek. Bolalar, bugungi videomizda ByteDance haqida gaplashamiz. Qolgan serverlarda reklama bo'lib qolmasligi uchun xira qilib qo'yaman. Qanunda ByteDance'ga kirdik bolalar. Birinchi o'p kirishdan boshlaymiz. Edit maniki. Mana u IP orqali kirsanglar ham bo'ladi yoki o'zini shaxsiy IP'si opisaniyada ham qoldiraman. O'shani shunday nusxalab olib kirsanglar ham bo'ladi yoki chalkada mana yoqda turadi. IP'si o'shani yozib olib ham kirsanglar ham bo'ladi. Atak mana bunda kirsanglar ancha yaxshi bo'ladi. Ping qotmaydi, chotki krasavchi bo'ladi bolalar. Qanunda kirib ko'ramiz. Joining world. Shunday buglar bo'lib turadi. Bola bu serverda o'zidan emas, kompyuterlardan bo'ladi. Iltimos kodni chatga kiriting meniki. Tak 96 2 8. Shuni kiritasizlar va hammasi yaxshi bo'lib ketadi. Endi esa qayta serverga kiramiz. Iltimos qayta serverga qo'shiling. Bitta refreshni bosib ko'rsak, hammasi yaxshi bo'lib ketadi. Endi o'zingizlarning logininglarni terasizlar yoki atak avval kirmagan bo'lsanglar register deb yozasizlar. Masalan, register va hokazo. Ammo avval o'tib qo'yganman, shuning uchun login shunday deb yozaman. Bola uzr loginimni ko'rsata olmayman, chunki deganda bu shaxsiylikka kiradi. Bola meniki uchirib oladigan narsa bo'lib bitta krasavchik. Serverga kirganinglarda tak PUBG ham yaqinda qo'shiladi. Bu ham ajoyib. Tak 2x2 ham bor. Bunda mazza qilib cheaterlik qilib odamlarni o'ldirib, hamma narsa qilsanglar bo'ladi. Hozir bola ertalab kechga kelganda odamlar anchayin ko'payib qolishadi. Kirishda maslahat beraman. Tak bu haqida keyinroq gaplashamiz. Survival o'zingizlarni alternativ ochgan выживание serverlar yoki tak mira ochgan выживаниеlarni mabitda qilsanglar ham bo'ladi, kuchaysanglar ham bo'ladi do'stlaringlar bilan. Ertalab bo'lgani uchun kamroq odam. Tak hozir anarxiyada 13 kishi bor. Ertalab bo'lsa ham kechga kelib 20 tadan oshib ketadi bu yerda. Kirishda maslahat beraman. Praktika buni uncha bilmadim. Squid Game bilan mana bu sun ham tez orada qo'shiladi do'stlar. Qo'shilishni tavsiya qilaman. Nasib qilsa qo'shamiz buni ham. Endi Box PvP ga keladigan bo'lsak, bu Box PvP. Box PvP nima desanglar hozir? Bir boshdan o'rgataman sizlarga. Hozir 5 soniya kutasizlar bolalar, xavfsizlik uchun. Tak, birinchi tug'ilganinglarda shunday narsalar bo'ladi. Mana bu tosh ham mana bu qo'llaringizda bo'ladi. Tak, mana ertalab hozir hech qancha odam yo'q. Mana pastdan shunaqa bo'shliqlik bor. Tak, mana bu kirka orqali kuchaysalar bo'ladi. Hozir bir boshdan tushib turaman sizlarga. Tak, mana bu topshiriqlarni ustiga bosib ko'ramiz. Bu bu quest deyiladi bolalar. Minecraftda ham Box PvP ga kirgan bo'lsanglar, o'zida quest deb yozasizlar, qotillik vazifalari, yana nimadir, coin shop. Coinlarni sotib olib betga, chatranglari, keys kartlari, ranglar, har bitta narsani sotib olsanglar bo'ladi bu yerda. Meniki King, Immortal o'rniga King bo'lgan 18800 coin. Mana shunaqa Nebula, Nova, Terra, VIP mana shunaqa ranglardan olib mazza qilib foydalanishingiz mumkin. O'yin vaqti darajalari bu menimcha yo'q bo'lsa kerak shekilli Minecraftda, yana ham bilmam, jamoa o'zinglarni tam deb yozasizlar o'shanaqa narsa. Tak, deyarli hamma yer o'zbekcha bolalar, ko'ryapsizlarmi? Nerealni. Taji ba'zi joylar Minecraftda inglizcha, lekin bu yerda hamma narsa o'zbekcha. Hali tak Telegram'ni chatga chiqarib qo'y. Telegram'imizga ham qo'shilib qo'yasizlar bolalar. Ranglar, tak ranglar nima qilinishini men ham o'qib olasizlar bolalar. Bemalol. Tak, endi biz mana yoqqa kelsak, donatlarni nima qila oladi bolalar? Shunga ham hali to'xtalib o'tamiz. Mana bu yerda ham to'liq qilingan o'sha qoyil. Kechqurun kirganimda bu yerda to'liq emas edi. Bugun ertalab LJ to'liq qilib qo'yibdi qoyil. Tak bolalar, bugun Minecraftda ham shunaqa. Tak, endi mana yoqqa kelsak. Bu yerda bloklar, mana ko'mir blok hozir ko'rsataman. Masalan, ana bu bloklarni ko'ryapsizlarmi? Ko'mir blok, temir blok.
Mana yoqda nima bu? Tosh uy ikkitami? Bunisi g'isht blogi oltin, yana yoqda almazlar ham bor. Hozir chat sal ko'tarib ko'rsataman sizlarga do'stlar. Mana yoqda izumrud, mana yoqda olmaz bloklarini ko'rib maza qilib ishlasanglar bo'ladi. Bu yoqdan biz blok olganimiz yo'q, shuning uchun bu betga kelamiz. 12 ta berdi bolalar bizga, 6 taga. 12 ta. To'g'ri, bu server bo'yicha ko'p emas. Mana kuchlilar bor, mana Timbolili, Nezit Crown levellar, dashi bolalar mana level endi 1 o'zi kechagina qo'shildi, kechqurun to'liq bugun qo'shildi. Shunga qaramasdan o'yinchilar normallik ko'p. 14-level, 11-level qo'yil, lekin killar bo'yicha 990 ta Karl qo'yil qolishdan boshqa iloji yo'q. Bola kechga kelib ko'payib ketadi. Mana top bo'lganlar. Master birinchi o'rinda ekan. Jasur deb yozmoqchi bo'lgan shekilli. Taqadashib ketgan mayli. Yaxta top o'ynash vaqtlari Karl Brizi 20 soat qanaqasiga kimdir menga tushuntirib bersam bolalar. Mayli, chivo bolalar. Yetmas ekan u. Keyin bola aytgancha mana bu yerda hozir ko'rsatib o'taman sizlarga. Mana bu yerda kirkalar nima bo'ldi? Boltalarni, kirkalarni, qilichlarni, branyalarni kuchaytirib olsanglar bo'ladi. Mana bunaqa narsalarni qizil narsaga alishtirib, mana ko'ryapsizlarmi bolalar? Prosta bomba-da qaranglar. Ter onda. Hatta buni qilish lekin juda ham qiyin bolalar. Qilganinglardan so'ng juda qiyin-da, xullas. Qilasizlar, yana ozroq vaqt o'tgandan keyin vibe bo'lib qolishi mumkin. Vibe bo'lgandan keyin yo'q bo'lib ketadi narsalar. Shu uchun rank sotib olgan ancha yaxshi va qulay deb o'ylayman. Har 3 kunda rankdagi kitlarni olishingiz mumkin. Nezeriyat, almas, bomba ana yangilandi. Kelinglar hozir bola, biz ham top killarga qo'shilamiz questdan. O'shani bizga ham narsa beradi. Quest. Kurash vazifalari, zarar vazifalari, qotil vazifalari, qotil bizga yetarlicha mos va bizga 300 XP ham beradi. O'yin vazifa boshlandi, qarorchi. Bola endi qachonki odam kirsa, o'shalarni o'ldirib biz istilochi qotil boramiz. Va aytgancha bola yetarlicha kuchayganinglardan so'ng hozir sizlarga ko'rsataman. Yaxta RG degan nomli narsa bor. Bu yerda masalan bittasini o'ldirdinglar, o'shani sheriga timdosh kelyapti, sizdan ancha kuchliroq, joninglar ham kam. O'shaning uchun mana bu yerga qochib kirib olsanglar bo'ladi o'sha paytda. Narsalar ko'p. Branyani kiyib o'shanga qarshi urushishga ulgura olmaysizlar. Sheriga kirasizlar, bu yerda hech kim bir-birini urolmaydi bolalar. Metkashni yana qilasizlar, kutasizlar, anaqa spawn deb yozasiz bo'lganinglar. Lekin mana bu yerda bolalar normalli igroklar bor. Hozir ertalab bolalar soat 8:42, shuning uchun uncha bo'lmayapti. Ertalabdan turib video qilishga qaror qildim bolalar. Endi mana bu yerda spawn deb yozasizlar va spawnga qaytamiz. Ajoyib qaytdik. Endi mana buni ishlatishda ko'rsataman sizlarga do'stlar. Ajoyib. Takoy домой, красавчик. Endi bu kirkamiz esa effektini qilib olamiz, kirkalar. Effektini 1. Ana. Endi yana ozroq ishlasak, kuchaytirib olsak ham bo'ladi bola. Hozir ertalab bolalar sizlarga maslahat beraman. Ertalabroq, obedroqlarda kirsanglar hech kim bo'lmaydi deyarli. O'sha paytda massa qilib kuchayib olsanglar bo'ladi. Bola hozir meniki tab. Hozir bitta o'zim onlayn bo'lib turibman, ByteMC'da, Boxbow'da. Ataklik anarxiyada bolalar 100% odam ko'payadi. Endi ko'rgan bo'lsanglar bola, effektini endi nima desam bo'lar ekan, Minecraftga endi kelganlar uchun o'rgatib o'taman. Effektini bu o'zbekchasiga samaradorlik deb aytiladi. Va bu asosan kirkalarga qo'shiladi, kirka, toporlarga qo'shiladi va boshqa narsalarga ham qo'shilishi mumkin va ishlatgan narsalarning tezligini oshirib beradi anchagina. Ana shunaqa bolalar. Hozir mana bu yerda ham qo'lab. Ana, yaxshi tuzuk. Hozir bola changni pasaytirib oladi.
qotishi mumkin yo ekran yozuviga xalal berib qolishi mumkin. Chunkni kamaytirib oldik. Yaxshi, endi spawn. Yoki FPS tushishiga ham ancha aniq bo'ladi. Ularni yoqda ko'ryapsizlarmi? Hozir donatni ko'rsataman sizlarga. Nimani hal qila oladi donatni. Nasib bo'lsa, tak yana 3 kun 4 kundan keyin donat sotib olaman bu yerda. Tak o'zim ham bu yerda ByteDMC'ga ishlayman, to'g'risini aytsam, lekin bari shunga qarasa sotib olaman, ajoyib. Gapatta edi. ByteDMC'da yaqinda donat sotib olaman mana shu yerda va keyin donat nimalar qila olishini ko'rsatib beraman do'stlar. Ajoyib. Endi esa effektini 2 bo'ldi bolalar, ancha tezlashdi, 2-darajaga oshirildi. Masalan, bu yerda ko'rsatib beraman, ko'ryapsizlarmi bola qanchalik qattiq blok bu. Endi blogga endi esa 2-darajaga oshirildi. O'shani ikkita qo'lamiz, 6ta blok yetmayapti hozir. Yana ikkita blokni sindirib kelsak, ajoyib bo'lib ketadi hammasi. Nasib bundan keyin toshliga o'tamiz. Toshliga o'tganimizdan keyin bemalol temirlardan hop, temirlardan ham kuchayib, keyin almasga o'tsak bo'ladi do'stlar. O'shandan keyin hammasini yoramiz, choramiz. Keyin yig'laydi bola hammasi bir boshidan akajon tegmen deb. Bola donat lekin ko'p narsani hal qiladi bu yerda. Donat ko'p narsani hal qiladi. Donatlarimiz ham uncha qimmat emas bola. Hozir sizlarga ham ko'rsataman donatlarni. Narxini, boshqa narsalarni yetsa kerak deb qolaman. Hozir bola mana shuni effektini 3 qilib keyin donatlarni ko'rsataman sizlarga. Mana bu yerdagi almaslar nima? Takoy kirdik maniyatga. Yaxshi. Ketadi. Bitta bo'layotgancha ender sunduqlar ham bor, ikkita. Agar bitta ana o'qimoqchi bo'lsanglar, masalan, rank olsanglar yoki biron narsa qilsanglar, atak rank olsanglar-da, mana bu yerlar ko'payadi. Sizda masalan, mana bu yerdan ko'p narsalarni oldinglar, ko'p odamlarni o'ldirdinglar, kerakli narsalarni oldinglar-da, keldinglar mana yoqqa. Mana yoqqa tirs solib qo'yasizlar, yetmayapti. Mana yoqda ham to'lib ketganmi? Misol uchun nezeriyat, almas, qilich-pilichlar to'lib ketgan, yetmayapti. Rank sotib olsanglar, mana bu anchagacha ko'payadi. Mana shu tak 6 tagacha ko'payadi. Oxirgi rankgacha 6 tagacha yo 7 tagacha. Nasib bundan ham ko'paytiramiz, ranklarni ko'paytiramiz, xudo xohlasa bolalar. Tak. Bo'ldi, yetadi. Mana hozir sizlarga nimaligini ko'rsatib beraman. Rank debman, astag'firulloh. Yo, rank, donatlarni. Hozir bu effektini 3 bo'ldi endi. Tak, buni ham betga solib qo'yamiz. Tak, qo'yib ketdik. Yoqmayapti kimga. Alexlar o'qib qopmiz bolalar, uzr so'rayman. Tak bolalar, bu yerda coin degan narsa bor hozir. Coin shop deb yozasizlar. Masalan, coin haqida nolta coin mavjud. Coinlarni sotib olish uchun siz web magazinimizga tashrif buyurasizlar. Hali bizda web magazin bo'lmasa kerak, shuning uchun Telegramdan yozasizlar bolalar. Masalan, LJ yoki menga yozsanglar, menga shuncha coin kerak deysizlar. Men sizlarga karta raqam tashlayman, o'shanga yetarlicha pulni tashlab berasizlar. Albatta bolalar, cheklari bilan cheksiz bu bo'lmaydi. Cheklarni yana do'stinglarga tashlamanglar, bizga tashlashganlar. Cheklarni tekshiramiz. Tak, chekni tashlaysizlar, biz sizlarga aniq beramiz. Coinlarni tashlab beramiz. Coinlarga nima olsanglar bo'ladi hozir? Coin shop. O'yinchi taglar, masalan, bu yoqqa Jasurbek 18.9 mana ikkita nuqta bo'lib turibdi-yu. O'shaning oldida qizil rangda, ko'k rangda, boshqa narsada keng, istilochi va hokazolar bo'ladi. Yana bu yerga ranklar sotib olsanglar bo'ladi bolalar, coin evaziga. Mana ki 18800 coin. King ranki bu bomba bolalar. Serverimizdagi eng kuchli rank desa ham bo'ladi. Eng kuchli rank o'zi. Nebula 2-o'rinda 12500 dagi, keyin Terra, tak bu nima desam bo'ladi? Keyingisi Nova bu Minestaxdagi MVP degan rank bor. O'sha narxa bilan bir xil. Tak bu balki undan ozroq kuchliroqdir, yana ham bilmadim. 1500 coin.
Terra tak 3800 coin, VIP bu VIP 1300 coin. Coinlarni qayerdan olsak bo'ladi? Oddiy pulsiz coinlarni qayerdan olsak bo'ladi? Mana bu yerda daily deb yozamiz avvalo. Daily deb yozamiz meniki. Mana ustiga bitta bosamiz. Bizga ko'rganingizdek 3 ta coin berdi bo'ldi. 3 ta coin ko'ryapsizlarmi? Har kunlik beradi buni. Bo'ldi, har 24 soat o'tganda beradi. Masalan, hozir soat bizda 8:48 bo'ldi. Ertaga ham soat 8:48 ga panolarni olsam, menga ham shunaqa beradi va bundan biz kunlik case. Bola bittadan shunisi inglizcha o'qib qolib ketibdi va bular ham inglizcha ekan. Bularni ham nasib xudo xolasa to'g'rilaymiz bo'ladi. Bizga nima berdi? Effektini 2 yaxshi bo'ldi. Buni biz boltaga qo'shib olsak ham bo'ladi va buni sal keyinroq ko'rsataman. Mana bu yerda mana shu chekkaga chiqsanglar, mana bu yerda o'zi ko'rsatib qo'ygan hamma narsani aniq qilib qilib, mana uni boltalarga sifrlab qo'ysanglar bo'ladi. Anvilar mana shu chekkada bor. Hammasi oson do'stlar. Buni ham yozib qo'yamiz. Bizda bo'la 3 ta coin bo'ldi. Bu juda ham yaxshi bo'ldi. Yana keyin hozir ko'rsataman. Rarakay bu serverda ko'proq missiya bajarsanglar, sirli missiyalar, uni biz ko'rsatib qo'ymaganmiz. Masalan, serverda ko'proq vaqt o'tkazish yoki ko'proq insonlarni o'ldirish, kill qilish, o'shanaqa gaplar. Buni ichiga kiramiz bo'ldi. Mana unaqa branyalar berib qo'ygan. Protection 4 ga sehrlangan temirli branyalar. Mana shularni faqat bittasini tushirib beradi mana shu yerdan. Obsidian, Bedrock. Tak mana shundan tortib toki Bedrockgacha yoki mana bu Sharpness 5 qilichgacha tushirib berishi mumkin bo'ldi. O'zingizlarning omadinglarni sinab ko'ringlar. Bu tez tushib turadigan narsa. Elytra Crate. Bola bu Elytrani bilasizlar, mazza qilib uchib yursa bo'ladi. Uzr. Tak, Elytra mas bu yerda esa bitta joyda o'ylangan sehr, mending va unbreaking. Mending nimaligini hamma bilsa kerak bo'ladi. Bu ajoyib. Hozir buni narxini ko'ramiz. Coin shopga kiramiz. Ranklar, case kaltlari maniki. Elytra tak bularni ham sotib olsanglar bo'ladi. Endi bular uncha kerak emas deb bular rare key, potion key. Bu ikkalasi deyarli kerak emas deb o'ylayman. Endi xohishinglar sotib olishinglar mumkin. Bu rare bu yangi va potion key esa bu boyagi nima desam bo'lar ekan. Damlamalarniki esa undan bitta narsa tushadi. 200 ta coin gardiga. Elytra case bu bola mana bu kerakli narsa. 800 ta coinga bitta aylantirasizlar. Xohlagan Elytra tushishi mumkin random tarzda. Bu omadinglarga qarab. Qani ko'ramiz bola. Qanchalik omadli ekansizlar. O'zingizlar sinab ko'ringlar, coinlarimizni sotib olinglar. Shulker case hozir bu 1000 ta ekan. Shulker. Xotika bo'lmas. Potion maniki bo'ladi. Potionga kiramiz. Nayata har xil damlamalar, o'ldiradigan damlama, kuchli damlama, maniki shulker case. Bu rang-barang shulkerlar, bu hammasi bir xil bolalar, tak 1000 taga evaziga bitta shulker olishingiz mumkin. Bu nima bu? Water crate. Ko'raychi. Bu shekilli bola serverda qancha ko'p vaqt o'tkazsa, o'shanga yarasha beradigan case bo'lsa kerak. Yana ham bilmadim bola. Buni ham kirib o'zingizlar bilasizlar. Agar buni biladiganlar bo'lsa, kommentariyaga yozib qo'yamiz. Potion case va eng oxirgi eng zo'rlari olamaniki exotic va kit case'lar bo'ladi. Bularni ham narxini ko'ramiz. Hozir coin shop. Case kartlari exotic va kit case bo'ladi. Ko'ryapsizlarmi? Exotic 1250 va kit case bo'la eng zo'ri mana bunisi. Nimaga bo'lmasam kam deyishinglar mumkin. Hozir buni ham sababini aytib o'taman. Kit case bu ham anchagina yaxshi narsa hozir ko'rsataman. Exoticda bolalar ko'ryapsizlarmi nimalar bu? Lekin bitta yomon tomoni bor. Bunda bitta narsa tushadi. Atiga bitta narsa tushadi. Kit case esa mana shulkerlarning ichidagi kitlar tushadi. Bu yerdagi ham kitlar normal kitlar. To'g'ri, exotikka nisbatan kuchsizroq, lekin bu yerda to'liq full tushadi. Lekin mana bu ham normal narsa. Buni bitta turasizlar bir 6 ta 7 ta bo'lib ko'chib ketadi inson. Tak yana mana bu yerda AFK xonamiz bor bizda. Masalan, biron bir uydagilar ish buyurib qoldi. Server o'ynab o'tiribsizlar. Borib endi ishinglarni qilib kelishinglar kerak. Shunda tushasizlar pastga.
Oila ish berib qoldi. Hozir aya deysizlar yoki onajon deysizlar, 2 soniya deysizlar. Masalan, yoqda o'ynab yuribsizlar, takoy. Spawnda o'ynab yuribsizlar, la lo qilib o'ynab yuribsizlar. Va hozir 2 soniya deysizlar-da. Mana kirasizlar, kirib qo'yasizlar-da. O'sha shuni turasizlar, bo'ldi. Endi любой joyga turish mumkin, yo'q turasizlar. O'ziga-o'zi ochko berib o'tadi sizlarga. Mana masalan, menga har 5 minutda bitta AFK shark, AFK case'mi? Yo'q, AFK sharkmi desam bo'lar ekan. Boyagi ko'k narsa bor, biz ko'mirga almashtirdik, apmen qildik. O'shani kuchlirog'i, 4 karra kuchlirog'i degani, yo 6 karra kuchliroq ekan. Bitta AFKni mana unaqa oddiysiga 6 tasiga almashtirib olsak bo'ladi. Va bizda 22 ta AFKga mana unaqa bitta chotki krasavchik qilish, masalan, uxlayotgan paytinglarda ham endi bo'ldi, uxla desanglar uydagilar. Va hozir sizlar yerga kirib qo'yasizlar. Mana yerda normali ko'p narsa berib tashlaydi bolalar. Bir stakdan ko'p berib tashlaydi. Mana bu yerdagi hammasini olsanglar bo'ladi bolalar. Keyin mana bularni sehrlab olib, normalli qilib olsanglar bo'ladi. Mana yoqda bedrock bor, obsidian bor. Obsidian bilan bedrock bilasizlar qanchalik qattiqligini. Tak, bedrock uncha-munchaga yo'qolmaydi bolalar. Endi bilasizlar, mana obsidianni sindirish mumkin, mana bunaqa kirkalar bilan, kuchliroq kirkalar bilan. Lekin bu sinmaydi bolalar, ko'ryapsizmi? O'sha bizga bitta berdi. Bu ochilmas ekan, mana tepadagi ender sundukka solib qo'yamiz ekanroq. Tak, mana bunaqa qilichlarni o'rib mazza qilib fes Minestax tepasida. Baytem seni qo'lga olasizlar, bolalar, ko'ryapsizlarmi? Qanchalik ko'p imkoniyatlar. Sizlar zerikmasliginglar uchun anchayin qiyin bo'ldi bolalar. Bu atak urushishni xohlamaydiganlar, masalan, kechga kelgan yoqda ko'mirlarni olishga tushsanglar, mana yoqda, u yoqda odam ko'p bor, sizlar o'ldirib ketish mumkin, kirklarga ham, boshqa narsaga ham uxlaysizlar, qarochi. Tak, tinchlikni xohlaydiganlar uchun, sekinlikni xohlaydiganlar uchun mana bu yerda ana bor. Chetdan kuchayib olsanglar bo'ladi hozir. Lekin bu yerga anchagina kam bo'ladi. Hozir mana bu yerda ham ko'rsatib o'taman sizlarga. Mana anvi. Mana bu yerda kitoblar ultra boyangi narsalardan yasab olsanglar bo'ladi. Ana shularda evaziga sotib olsanglar bo'ladi. Bola protection normal. Fire protection, tornus, ajoyib bo'ladi. Yana bitta sizlarga life hack ko'rsataman. Abi, o'xshamayapti-ku. Hozir 1 minut bolalar. Qo'yli. O'xshamaydigan qilib qo'yishibdi o'zi. Hozir. Yo'q, bo'lmaydi bolalar. Mana startman shirga shunday kelib bitta sakrab, o'xshamas sakrash. Endi bitta sakrab o'tsanglar o'tardinglar bu yerda. Bunday qilishda yo'qotishibdi. Yaxshi, halol bo'lish kerak bolalar. Tezroq qil, 2 soniya tez qil deyilgan, nima? 2 soniya sekin qil deyilgan. Tak, mana yerga kirasizlar endi. 4 ta beradi. 4 tani evaziga. Betga kirib, sotib olsanglar bo'ladi. 6 ta beradi. Tezlikni xohlaydigan uchun bu ana ikkita 2 bo'ldi bolalar. O'sha tarafdan o'sha o'yinchilar kirdi. Bu ko'ryapsan bolalar, ishchi bu bomba degani. Qaqa deb qo'yamiz. Bu kishini taniyman. Ajoyib qo'ldagi narsa. Bizdan avval kuchayib qo'yishgan ekan. Tuzuk. Bu brat pastga tushsa o'ldirishga harakat qilib ko'ramiz. Gov PvP deymiz bolalar. Qo'limizdagi bolta bilan urishga harakat qilamiz. Katta bola, katta. Hozir shunday bolalar, Immortal King kitini kiyib shunday go desa, ana qilamiz. Go tushing ketdik. Go tushing ketdik. Ketdik. Mana do'stlarga o'yinga mana shunday qilib obala deysizlar, uni tushunib kutasizlar yana. Agar tushmasa top bo'ladi bolalar. Hozir ming bor so'kinganim uchun tushmadilar. Spawnda orqaga qaytamiz bolalar. Shoshmanglar, uzr, ming bor uzr. Tak. To'g'rida bola uni ham tushunish kerak, chunki degan narsalar uni ham pastga tushdi deylik. Men uni o'ldirdim bir amallab 2-3 marta urinishlarda. Ikki ketdim. Okay, bye. Okay, biya. Mana bu bola VIPdan olsa, temir, almazdan ko'ryapsizlarmi? Bitta temir yoki almazni seret kirgan olasizlar demayotgan va shemazda qo'rasizlar bola. Agar ana uni olsanglar, tak faqat bu bola rank olganlar uchun,
kuchaysanglar bo'ladi. Yana ranglarni o'ziga yarasha kitlab beradi. O'sha kitlarni mazza qilib bu yoqda o'ynashinglar mumkin. Mana unaqa o'xshagan odamlarni yo boshqa undan kuchliroq odamlarni mazza qilib yengishinglar mumkin. Bu esa Terramine. Bu yerda ko'ryapsan, Nezirret, almaslar ko'proq bu yerda bola ko'ryapsan. Bu yerda esa temirlar ko'proq edi. To'g'ri, Nezirret uncha sal keraksiz narsa, lekin Nezirret ham kerakli, chunki deganda masalan Nezirret bronyelar bor deylik. Nezirret bronyelarni joni kam qo'ygan, sinay deb qo'ygan. O'shalarni to'ldirib olsanglar bo'ladi. Bola bu yerdagi Nova ko'ryapsan, almas ancha ko'paygan Terraga nisbatan. Keyin esa Nebula, qasosqorlardagi Nebula. Bu yerda bola ko'ryapsizlarmi? 2 karra ko'paygan bu yerda. Temir ancha kamaygan va oxirgisiga bola qaranglar. Bu yerda temir yo'q. Ko'ryapsizlarmi? Bu yerda temir yo'q. Bu yerda hammasi izimrod oltin. Eng kam qiymatlisi ana u qora Nezirretlar va mana bu oltinlar ham kam ko'ryapsan bola. Vashcha bu bomba degani. Spawnga qaytamiz bola. Mana shunday mashalarga kirib kuchayib keyin shunday pastga tushsa bo'ldi bolalar, o'sha sizlarni yutadigan odam qolmaydi bu yerda. To'g'ri bola, mana bu akkauntimdan kirmayman, kamdan kam kiraman. Nasib etdi ham modellikda olaman, agar aktivlikni ko'proq qilsam, xudo xolasa. Tak, mana shunaqa bolalar. Hozircha videomiz tugadi. Agar bunda tushunmaydigan yoki tushunmagan narsalar qolib ketgan bo'lsa, aytinglar. Mana bu yerda darajalar. Mana bu yerda darajalar bor, levellar, chetdagi levellar. Tak, agar mana shu levellar 10 bo'lsa, mana bu yerdagi kitga berasizlarga rag'batlantirish sifatida. Mana shu 10 level qilib, mana bu yerdan birontasini olib olishinglar mumkin. Bu ham bomba, chotki, krasavchik narsa bolalar. Shu bilan bolalar videomiz ham o'z nihoyasiga yetdi bolalar. Xayr, sog' bo'linglar, omon bo'linglar. Sizlar bilan men yana Abduvoytov Jasurbek bo'lim. Sog' bo'linglar, omon bo'linglar. Всем пока.